Assalomu alaykum. Yangi bozor kanalining hurmatli obunachilari, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari va shved ishqibozlari. Xudo xolasa 2025-yil akalar 30-aprel Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida 3 bosh yaxshi yetuv bo'g'ozlarimiz bor akalar. Chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa videolarimiz birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Shvedlar o'zidan ko'rib bahosini beraverasiz. Tashqariga yurish turishini hamma yo'lni ko'rsatib beramiz. Ma'lumotlarni beramiz akalar. Shved qaranglar. Shularni ko'rsatdingizmi? Jonim oldi qaranglar. Jildir olmaydi. O'rnidan chiqmaydi. O'qaydi. Suskalari mana o'ta uzun. Mana Ishqibozlariga. So'yanda ham hali bilaveradi mana. Ko'rsating suskalarini yonidan. Mana. Chap Jonim sog'aydi. Yetaverdi-yomizda. Ko'rsataveramizmi? Shini ham oching. Ha, shini ham ochib olasizlar. Mana. Jonivor. Shvedlar mana rangiga, hamma yo'g'iga ko'rib baholab beraverasizlar. Bir boshdan olib chiqib o'tiraman. Mo'si ham gul. Joning sog'aydi. Mana. Shvedni o'xtab yurgan kukalarni videoda podressda ko'rasizlar yana. Toza shvedlardan keldi. Joning sog'aydi. Sushkalarni maza qilib qo'yasizlar, xudo xolasa. Sherigi ham bor. Bo'lsa yo'lida bo'ladi. Jubosalar ham yo'lida bo'ladi mana. Sherigi ham o'ta ham gul. Mana. Bu necha kunga tuqadi joning sog'aydi? 15 kunga boradi. Shved. Voylarga 4 so'm. Mana joning. Joning sog'aydi. Shuli molayim mana. Ko'chaga ham chiqmaydi. Shetda ko'rsatsa ham bo'ladi. Necha pul bo'lsin narxi? Narxi? Aha. 52 million so'm ozgina xayri bor. 52 million. 52 million so'm ozgina xayri bor. Kelish hozir turgan 30 da turibcha tuqsa. Xudo xolasa kerak. Duo qilib sog'ilchadi. Mana joningiz sog'aydi. Bomba ishqibozlar akalar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kelishtirib yo'lda qilib beriladi. Hamma tomonlama. Qirg'iz shved bas, Germanda bolalari, mana shu tug'ilganlar. Rashti yemitlashgan, bular. Aha. Yo'l o'radi. Beradi akalar. Bo'ladi. Keyingisini tutamiz. Aha. Mana akalar sherigi jonivorni qaranglar. Bunisi ham o'ta ham noyob ekan. Ularga baho berilsin. Chiroyliga qarang, sifat akalar, sifat. Birinchi o'rinda sifat. Mana sushkalari ham uzun-uzun ekan. Qo'lda maza qilib so'qasizlar. Jonivorni qaranglar, mana. Bu ham shunaqa ham tug'ishi? Ha, tug'ish bir-biriga. Tug'ish mana 10-15 kunda avval tug'adi, sigir bo'ladi akalar bular. Xudo xolasa. Shvedni zo'rini o'qtab yurgan kukalarga videoda podressda qilinglar akalar. Birinchi o'rinda mana. O'ta ham chiroylisan so'raganlar mana. Joning sog'aydi. Bunisi necha chiqaringan? 4 kilo. Ikkinchi chiqaringan 4 kilo ekan. Necha pul bunisi? Narximi? Aha. 50 milliondan ozgina tushib beradi. 50 milliondan. Mana. 50 milliondan ozgina tushib berilar akalar buni jonivor. 15 kun taqchisiga. Assalomu alaykum. Jonivorni. Yerin suvini ham qochiradi jonivor. Mana. Mana joningiz sog'aydi. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar akalar. Rossiyskiy ko'rsatib beramiz endi. Noyob bu ham. Do'stlar mana rossiyskiy. Kaldi peshargan samarqalik tog'alar. Kaladan so'raganlar mana. Rossiyskiyda yaqini mana. 10 kunga bormasa ham yelillarni qaranglar, to'rtta joyda o'q tutadi. Jonivorlar qaranglar. 50-55 Yopishtirib necha pul boshidaman? Yopishtirib 42 million. 42 million so'm kami bor. Mana kerak. 42 million so'm kami bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Molda o'zida ham ko'rib turibsizlar mana. Bellari ham yaxshi. Tug'ib bo'lsa qo'shiladi, narx o'zgaradi akalar.
Aloqaga chiqsangiz kelishib tug'dirib ham berilaveradi. Mana jonivor. O'ta yuvosh. O'zi nechinchi qoringa edi bu? 3 qorin. 3-qoringa ekan mana. O'ta yuvosh. Yuvoshliklarni qarayman jonivorda. So'skalari zo'r ekan. Tuzlarni ko'rasizlar o'zinglar. Mana tishlar. Tishlar zo'r ekan. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akalar mana shved nomeradini keldi mana. 30 litr sutga joni sog'ib yur. 15 kunda tug'adi. Bo'ldi qaranglar, sifatini. Joni sog'ib yur. So'skalariga biz e'tibor beramiz. E'tibor beribsizlar. Mana orqasini Qo'lda maza qilib tug'asizlar, mana. Chandiri ham 15 kunda tug'argan. Toza shved. Ishqibozlarning narxi 52 million so'ralyapti, akalar. qayta ol. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, mana. Bo'ldi qaranglar. Tozasini so'raganlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Joni. Ikkovini bir joyga tashlab qo'ysa sherigi mana. Maza qilishi. Mana qaranglar. Bo'ldi. Ha. Sifatda. Joni sog'ib o'zidan ko'ra baho. Yellarni ko'rsatding mana. To'larni qarang. Mana asali chiqib turibdi mana. Oh, asal degan joyiga mana akalar. Bu qaranglar. O'zi ham asal, bir dona. Ishqibozlarga sotiladi bu ham joni sog'ib. 50 million. Bo'l mana. Narxi 50 million so'm. Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Bormi ishqibozlar akalar? Gulini so'raganlarga. 10 kunda chaqaloqdan tug'ib beradi. Joni sog'ib. Chiqaring hojaga aloqaga. Kelar mana kaladan keldi, rossiyskiyda. Shoqi yo'q kaladan keldi. Yetuv bo'g'oz. 10 kunda tug'adi, uzadi. Ishqibozlarning narxi o'ta yo'lida bo'lib ketdi mana. 25 litr sutga 42 million so'rayapti akalar. Bormi ishqibozlar? Xudo xolasa yillarni qarang. Kelishib olinsa tug'dirib ham berib, 3 kun qarab jo'natilaveradi. Mana. Shoq yo'q, rossiyskiy parova, tozasi. Ranglari ham tiniq. Mana jonlar.